Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Majburiy matematika 2026-yil uchun mavzularimizga doir misollashtirishda davom etamiz. Xo'p. Oxirgi marta biz bo'linish belgilari degan mavzuni o'tgandik. Endi unga doir ozgina qisqagina misol ko'rib o'tamiz va yana ertaga darsimizni davom ettiramiz. Qanday tipdagi savollar berilishi mumkin? Ya'ni bo'linish belgilariga. Birinchisi 6 1 3 4 n Shu son bu yerda hozir 5 xonali son beryapti. Mana shu 5 xonali son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. N raqamning qanday qiymatlarida deyapti. Mana shu joyga e'tibor berishimiz kerak. N raqamning qanday qiymatlarida mana shu 5 xonali sonimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Raqamlari yig'indisi 3 ga bo'lingan sonlar 3 ga qoldiqsiz bo'linadi tipida edi. Ya'ni raqamlarni qo'shib chiqaman. 6 + 1 + 3 + 4 + n barobar 6 ga 1 hammasini qo'shadigan bo'lsam 14 + n. Endi 14 ga biz qaysi sonni qo'shadi, qaysi raqamlarni qo'shadigan bo'lsak, u 3 ga bo'linishi mumkin. Demak, n teng 1 15 bo'ladi. Keyingisi 4 18 bo'ladi. Keyingisi 7 21 bo'ladi. Keyingi sonimiz, keyingi qo'shishimiz kerak bo'lgan sonimiz 10 bo'ladi, lekin biz 10 ni qo'sha olmaymiz, chunki raqam degani uchun raqam bu faqat 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar raqamlar deyiladi. Shuning uchun mana shu 3 ta degan javoblar. Nechta degani uchun javobi 3 ta bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa savol tug'ilishi mumkin? Xo'p, savollardan bittasi, xo'p, ikkinchi savolimiz 147 + 3 = 2. Mana shu yig'indi x ning qanday eng kichik qiymatida 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Ya'ni x ning qanday eng kichik qiymatida mana shu ifodamiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Endi qaranglar. Ikkita yig'indi bo'lgani uchun mana buni o'zini 3 ga bo'linadimi yo'qmi tekshirib ko'raman. 1 + 4 + 7 barobar qo'shadigan bo'lsam 12. Demak, mana buni o'zi 3 ga bo'linar ekan. Endi buni o'zini tekshirish qoldi xolos. 3 + 2 + x bo'ladi barobar 5 + x bo'ladi. Savol nima edi? Savolda x raqamining qanday eng kichik qiymatida mana shu yig'indi 3 ga bo'linadi deganda, biz x ga nechini qo'shadigan bo'lsak 5 ga bo'linadigan son hosil bo'ladi. Bu 3 ga bo'linadi, kechirasiz. 3 ga bo'linadigan javobimiz 1. Demak, x teng 1 degan yechim bo'ladi. Eng kichik qiymat. Keyingilarni ham yana qo'shsak bo'ladi raqam. Misol uchun 4 qo'shadigan bo'lsak 9 bo'ladi, lekin biz uni eng kichik qiymat sifatida qabul qila olmaymiz. Xo'p, yana qanday savollar tug'ilishi mumkin? Xo'p. 3-savol. 1 2 3 4 5 6 7 8 va hokazo 34 35. Savolda aytayaptiki, 1 dan 35 gacha bo'lgan natural sonlarni bir-biriga yonma-yon qilib ketma-ket shu tarzda yozib chiqadigan bo'lsak, mana shu yozib chiqqan sonimizni 25 ga bo'lish natijasida hosil bo'lgan qoldiqni toping deyapti. Ya'ni bu yerda oralarida virgul yo'q. Faqat mana bu bitta son sifatida qaralyapti. 1 dan 35 gacha yozib chiqilyapti va bu uzun nechadir xonali son bo'ladi. Mana shu sonni 25 ga bo'lgandagi qoldiqni bizga toping deyapti. 25 ga bo'linish qoidasi videoda oxirida aytib ketganim esinglarda bo'lsa, sonning oxirgi ikkita raqami 00, 25, 50, 75 yoki sonning oxirgi ikkita raqamidan tuzilgan son 25 ga bo'linishi kerak edi. Bizda oxirida necha turibdi? 35. 35 ni 25 ga bo'lsam, javob 10 qoldiq chiqadi. Demak, bizning masalamiz javobi qoldiq 10 ekan. Juda ham oson. Yana qanaqa tip bo'lishi mumkin? Xo'p, 7-savolga bizni kitobda 7-chi, bizni tartibimiz bo'yicha 4-savolga qaraymiz. Xo'p. A varianti aytayapti. 42 85. B varianti aytayapti. 35 61. C varianti aytayapti. 80 123. D varianti aytayapti. 36 ko'paytiruv 20. E varianti aytayapti. 143 ko'paytiruv 30. Quyidagi variantlarda berilgan sonlarning, ya'ni ko'paytmadagi son, ko'paytmada hosil bo'ladigan sonlarning qaysilari 45 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. 45 ga. Endi eslaymiz, 45 ga qoldiqsiz, 45 qoidasi qanaqa edi? Maxsus bitta qoidasi yo'q edi. Uni biz o'zimiz keltirib chiqarardik. 45 da biz o'shanda aytgandik o'tgan darsimizda
9 va 4 ga 9 va ketdi. 9 va 5 ga bo'lingan sonlarni biz 45 ga bo'linadi deb aytgandik. Bu qayerdan kelib chiqqandi? Nimaga aynan 9 bilan 5 ni tanladik desak, 9 bilan 5, 9 kere 5 o'zi 45 bo'ladi va biz buni tanlaganimiz sababi 9 bilan 5 o'zaro tub son bo'lgani uchun. Hop, tekshirib chiqamiz. Eng osoni birinchi 5 tikini tekshirib olish. Mana bu son ikkita ko'paytma ichida 5 ga bo'linadigan son bor. Mana bu bor. Bu ikkalasining ichida ham bor. Mana bu ikkalasining ichida ham bor, bu ikkalasining ichida ham bor, mana bu ikkalasining ichida ham bor. Bo'ldi. 5 tiki muammo emas ekan. Endi bizda asosiy muammo 9 diki qoldi. Xo'p, 9 da 42 ni oladigan bo'lsak, mana bu 42 ni oladigan bo'lsak, buni biz bemalol 3 kare 14 deydigan bo'lsak, mana bu yerda 3 hosil bo'ldi. Bizda ko'paytmada bizga 9 kerak. Endi 85 muammo bo'lib qoldi. 85 ni nima qilaman desak, 85 dan biz hech qachon 3 ta ajratib ola olmaymiz, chunki 8 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 13 bo'ladi, u 3 ga bo'linmaydi. Demak, bu ko'paytmamizda bir dona 3 qatnashyapti. Vaholanki bizda 9 da 2 ta 3 bor. Bo'linish belgilarining foydasi shu yerda seziladi. Demak, biz bemalol qo'rqmasdan A variantini chiqarib yuborsak bo'laveradi. 61 tub son 35 degani 5 kare 7 degani. Bizda umuman 9 degan ko'paytma qatnashmadi, shuning uchun B variantini ham chiqarib tashlasak bo'ladi. 80 degani 5 kare 20 desam bo'ladi. Bu 20 ni kechirasizlar. 80 degani 5 kare 16 degani bo'ladi. Charchoq alomati sezilyapti. 5 kare 16 bo'ladi. Hop, buni ichida ham 3 yo'q, lekin bir dona 5imiz bor. Endi 123 3 ga bo'linadimi? Birdaniga 9 ga bo'linishini tekshirsak ham bo'ladi. 123 imiz qo'shib chiqadigan bo'lsak 6 bo'ladi. Bu son 9 ga bo'linmaydi. Shuning uchun bu javob variantni ham olmaymiz. Endi bunisi mana bunda 9 bor. 36 da, ya'ni 9 kare 4 degani mana bunda 5 bor. Demak, 9 ham 5 degan ko'paytma ham borligi uchun, demak, men qo'rqmasdan D variantini belgilashim mumkin ekan. Keling tekshiramiz, bu nimaga olinmadi? Bu nimaga olinmayapti? Hop, bunda 3 bor, 10 bor. Mana buning ichida 5 bor, 2 kare 5 tarkibida. Mana bu 3, 143 ham 3 ga bo'linishi kerak. Qo'shib chiqadigan bo'lsam, raqamlar yig'indi 8 bo'ladi. Mana buniki va bu variant ham o'z-o'zidan chiqib ketadi. Ozgina tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir videoni qaytadan ko'rsalaring, gap nima haqida ketayotgan bir ko'rib olsalaring bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. Hop, keyingi tipda mana bunaqa ko'rinishda berishi mumkin. Mana bunaqa ko'rinishlarda 10-si. Savolda 10-si ekan, yozib qo'ydim. X barobar 22 0 3 5 0 Y barobar 3,21 ko'paytiruv 10 darajasida 6 Z barobar 1 0 2 4 1 4 5 1,24,145 degan son ekan. Sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Variantlarda A variant faqatgina X, B variant faqatgina Z, C variant Y bilan Z, D variantimiz X bilan Y va E variant oxirgi variantimiz X bilan Z. Quyidagi shu 3 ta son beryapti. Qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Ishlanish yo'li qanaqa? 15 foydasi bor edi. Biz keltirib aytgandik o'tgan darsda. 15 ga bo'linishi uchun son 3 ga va 5 ga bo'linishi kerak edi. Birinchi bo'lib keling 5 ga tekshiraylik. Mana bu son 5 ga bo'linadi, chunki oxiri 0 bilan tugayapti. Mana bu son ham 5 ga bo'linadi, chunki oxiri 0 bilan tugayapti. 10 darajasi 6, endi bitta darajali ifodalar ham kelib qolgan. Buni yana keyingi darslarda ko'ramiz. Bu degani 10 ni 6-darajasi degani 1 orqasida 6 ta 0 bo'ladi degani. Bu 1 million degani. 1 millionni 321 ga ko'paytirish kerak degani. Bu xohlaymizmi oxirida 0 bilan tugaydi. Demak, hammasi 5 ga bo'linadi. Endi 3 ga tekshirish qoldi. Raqamlarni qo'shib chiqaman. 2 ga 2 ni qo'shaman. Mana shuni osonroq yo'lini o'rgataman. Qo'shib chiqmasdan turib topsa bo'ladi. Mana qarang. 3 ta o'zi 3 ga bo'linadi. Shuning uchun buni chiqarib tashlayman mana. 2 ga 2 4, 4 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsam 9. Bu ham 3 ga bo'lingan uchun o'chirib tashlayman. 0 dan boshqa birorta ham son qolmadi. Demak, mana bu sonim 3 ga bo'linar ekan. Bu demak 3 ga ham 5 ga ham bo'lingan uchun 15 ga bo'linadi. Endi mana bunga o'tamiz. 3 ga 2 ni qo'shaman, 3 ni o'chirib tashlayman. 2 ga 1 ni qo'shsam 3. Bu ikkalasini ham o'chiraman. Mana bu joyda 1 orqasida 6 ta 0 bor. Nimaga endi bu virgulini e'tiborga olmadingiz desalaring, mana bu 1 million degani juda ham katta son. Uni virgulini bemalol surib tashlaydi o'ng tarafga va oxirida nollar qoladi. Buni virgul surishlarda va uni ko'paytirishlarda keyingi darsimizda o'nli kasrlar mavzusida va oddiy kasr mavzusida o'tamiz. Demak, bu ham bizga yechim sifatida kiryapti. Z ni tekshiramiz, qarang mana.
Boyagi usuldan foydalanamiz. 1 ga 0 0, unga 2 ni qo'shsam 3. Mana bu uchalasi 3 ga bo'linib ketdi, shuning uchun hisobdan chiqarib turaman. 4 ga bu 4 ga 5 ni qo'shsam ham 9 bo'ladi, hisobdan o'chirib turaman. 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam 5, mana bu yig'indi 5 chiqib qoldi. Bu 3 ga bo'linmaydi, shuning uchun bu javob 5 ga bo'linib 3 ga bo'linmagani uchun 15 ga bo'linmaydi, kirmayapti. Demak, javobimiz x bilan y. Bu variant bizda D variantda turibdi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'linish belgilariga doir misollar beradi. Ya'ni ma'lum sonlarni beradi-da, shuning uchun 4 ga 5 ga bo'linadigan ajrating deydi. Mana shu tipda mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, bemalol sonlarni yoki misollarni topib olishingiz imkoniyatingiz bor. Video qisqa bo'lib qoldi. Avvalo uzr so'rayman. Ozroq kechik bo'lgani uchun charchoq alomatlari sezilib qoldi. Keyingi darslarda yana to'liqroq kasrlar mavzusini batafsil chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.